ba'zi obyekt egalariga narxi ivar расходование kollektorlarini qimmatli qilib qo'yapti. Shu sababli shuni darajasida, shuni sifatida, lekin narxi byudjetniroq kollektorlar bormi deganlar uchun bizlarda zo'r taklif bor. Ivar brend tomonidan EasyLog kollektorlari. Narxi byudjetni chiqadigan EasyLog kollektorini materiali latundan tayyorlangan bo'ladi. Afzalliklari esa ko'rib turganingizdek o'zida maxsus sanlik, ya'ni rezinkasi bo'ladi. Bunga qo'shimcha fumlenti yoki lyonlarni o'rab o'tirishingiz shart emas. Va rezbalarni ko'rasizlar, juda ham sifatli tayyorlangan, bir-biriga yumshoq, bir-biriga bog'lanadi va bunga kulcha ham ishlatib o'tirishingiz shart emas. Qo'lni o'zi bilan bemalol qotib tashlayverasizlar, mustahkam bo'lib qotadi. EasyLog kollektorlarini xohlasangiz isitish tizimlari uchun yoki bo'lmasam suv ta'minoti uchun ham bemalol olib montaj qilib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, har bir kollektorning ichidan o'zidan maxsus mana shunaqa stikerlar chiqadi. Bir tarafi qizil, bir tarafi ko'k bo'ladi. Mana shu joyga bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Fallariga keladigan bo'lsak, bizda hozirda sotuvda 2 falligi, 3 falligi va 4 falligi mavjud. Istalgancha falni masalan bir-biriga ulab yig'sangiz bo'ladi. Agar narxlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Videoni bo'lsa shunaqa sifatli, lekin narxi arzon kollektor qidirayotgan tanishlarga yuborib qo'ying.